Aydın. Assalomu alaykum. Meneki Beronetning yigitlaridan puluk alyapmiz. Uchinchi puluk xudo qalasa. Yangi traktor oldik, mana toza traktor. Mene Xudoga shukr puluklarimiz zo'r. Fermer bobolar meneki aytib zakaz qilsangiz, meneki bize bir hafta dedik, bir haftaning ichida yigitlar taxlab berdi. Traktorimiz kelgandan bir kunda akelib solib berdi, Xudoga shukr. Gap yo'q, yigitlarga rahmat. Sog' bo'lsin. Uchinchi puluqim. 4-dan mazmun. Zo'r, xudo qalasa 4-ga xudo qalasa bir oyga zakaz beramiz yana. Traktor bugun keldi mana, bugun hozir ovqat kunida puluq bilan ovqat chiqadi. Surlata yerlarimiz bo'lsa, Bekzodagina xabarlashib olinglar. 3 traktor, 3 puluqi bor. Shomonay rayon bo'yicha boshqa yoqlarga o'tib, traktor bo'sh bo'lsa bo'ldi, polni surib beraveradi. To'g'rimi? Alloh, xudo qalasa xabarlasa, bekon bobolar eneki puluq zo'r edi. Paxta ekishga tayyorlar. Paxta ekamiz, xudo qalasa ketaychilik paxtalatib. 76 gami? 76 gami? 76 ga. 76 kultivator ham zakaz qilyapmiz. Kultivatordan cho'tga ishlab berib turibdi yigitlar. Xudo qalasa. Shu yigitlarga xabarlashsa, kultivatorni barini bizga ishlab berib turish yigitlar puluqlari bari. Telefon nomeri Samarqand. Telefon nomeri 99 dan 757 1287. Bu boy birime chiqib so'rang, ko'rsatamiz ishlagan yerlarni ishlab berib turibdi bolalar. Proyektni ko'rib ketasizlar kel. Nomerini aytdana, yozib ham qo'yaman. Puluq bo'yicha savol javoblar bo'lsa kelaverasiz. Zo'r. Rahmat.